O'g'lim o'qisin deb tinmagan otam, meni deb qariganini bilmagan otam, hech kimdan kam bo'lmagin deb kiymay kiydirib, hali o'zi yangi kostyum kiymagan otam. Menga bergan non tuzingiz minnat bo'lmadi, ba'zan bekinib yig'ladingiz, hech kim ko'rmadi. Farzandlik burchimdan meni ko'nglim to'lmadi, do'stlariga o'g'lim zo'r deb maqtangan otam. Sizdan qarzman Makka tillo bir umrlik jon, tomirlarimda oqar ota sizning qon. Men bo'lsamda dunyodagi hammaga yomon, o'g'lim zo'r yigit deb maqtangan otam. Erkak shunday. Dardini ayoliga aytib ojiz ko'rinishni, ota-onasiga aytib ularni xavotirga qo'yishni, farzandlariga aytib ularga yuk bo'lishni xohlamaydigan inson. Erkak shunday. U mehribon farzand, uddaburon er, g'amxo'r ota, har kim bo'lishga majbur. Lekin o'zi bo'lishga vaqti yetmaydi. Qanchadan qancha orzularni yemirdi ekan bu qiyinchiliklar. Qanchadan qancha niyatlar sarobga aylandi bu zahmatlar orasida. Shunda ham erkak dardini to'kib sochmaydi. Oilasiga ta'na qilmaydi. Men ham charchadim, hammasidan dam olishni istayman deb isyon qilmaydi. Shunchaki ichiga yutadi. Jimjitlik va sukunat ichida hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ziga o'zi tasalli beradi xolos.